Mushu g'azotdan keyingi harbiy faoliyatlar. Salom ibn Abil Huqayqining o'ldirilishi. Salom ibn Abil Huqayqi kunyati Abu Rafi. U Yahudiylar ichidagi musulmonlarga qarshi asab urushini qo'zg'ashga zo'r hassa qo'shgan va mushriklar qo'shinini nurg'un mol-mulk va moddiy ta'minot bilan ta'minlagan urush jinoyatchilarining g'olliq katavashlaridan biri bo'lib, uning Rasulullohga qarta o'chmanligi va adovati nihoyat kuchli edi. Şuna musulmonlar Bani Qurayza g'azatidan qaytgan hamon Ansarlardan Hazraj qabilasidagilar uni ujuqtirib etishga izni so'radi. Chunki Ka'b ibn Ashraf degan Yahudi Avs qabilasidan bo'lgan bir qancha azimatning qo'li bilan yo'qotilgan bo'lg'achqa, bularmo Salom ibn Abi Huqayqini yo'qotib, o'zlaridagi bu bo'shliqni to'ldirmoqchi bo'ldi. Shunga ular bu talabni o'ttira qo'ygan edi, Rasululloh uni o'ldirishga ijozat qildi. Biroq harakati jarayonida ayollar va bolalarni o'ldirishdan qattiq to'sdi. Shuning bilan Hazraj qabilasining Abi Salima jamoatidan 5 kishi fidoi bo'lib tashkillanib yo'lga chiqdi. Abdullah ibn Atik bu atratga amr qilib tayinlandi. Fidoilar yo'lga chiqib Xaybar tarafga yurib ketdi. Chunki Abi Rafi'ning qal'asi Xaybar tavarsiga joylashgan edi. Ular shaharga yaqinlab borganda kun petib gugum tushib qoldi. Kishilar mol-podillarini haydab shahar darvozasidan kayni-kayindan uzilmay kirib ketyotdi. Bu chaqda Abdullah ibn Atik hamrohlariga "Mushu yerda turib turinglar. Men berib darvozavanga yolvorib baqay. Ichkirsa kirib olsam ajab emas." dedi-da darvozaga yaqin kelib, hojat qilgan bo'lib, kiyimiga cho'nkinib o'ltirib oldi. Kishilar to'xtamay kirib ketyotdi. Bir chaqda darvozavan uni chaqirib, "Ey kishi, kira bo'lsang chapsan bo'l, men darvozani taqayman", deb qoldi. Abdullah ibn Atik mundoq deydi: "Shuning bilan men qal'a ichkirisi kiribla bir joyga mukinib oldim." Kishilar kirib bo'lib edi, darvozavan eshikni taqab qulflagandan keyin ochqichni bir qo'ziqqa ilib qo'ydi. U yana mundoq deydi: "Bir ozdan keyin men haliqi ochqichlarni qo'limga ilib oldim-da, darvozaning qulf taqoqlarini yechib etdim." Abu Rafi shu qal'aning ustungi qavatida turayotgan bo'lib, uning uyida har kuni kechda bir azoqicha kechlik paran qizaydi. Men uning ulpatdoshlari tarqab o'zlarining uvulariga kirib ketib bo'lgandan keyin ondan ustungi qavatga chiqdim va har bir eshikni ochib kirsam, uni ich tarafdan taqab mangdim. Ko'nglimda navoda bular meni sezib qolsa, uni o'ltirib bo'lguncha qo'lga tushib qolmay deydim. Men oxiri Abu Rafi'ning hamroxonasiga yetib bordim. U xotin bola chaqalar orasida xo'rak tartib uxlayotdi. Uy qorong'u bo'lganlikdan ularning qaysisi Abu Rafi ekanligini bilgili bo'lmaydi. Shunga men Abu Rafi deb chaqirdim. U "Kim bu? Kim deyman?" deb ovoz chiqardi. Shuning bilan men ovoz chiqqan tarafga etilib berib qilich urdim. Lekin qattiq udiqib jiddilashib ketganlikdan qilichni dal joyiga tekkizolmabdiman. Abu Rafi varqirab ketdi. Men sirtqa chiqib ozroq turdim va yana qaytib kirib, "Nima bo'ldi? Ey Abu Rafi, nimanchi vaqiraysan?" desam, u "Voy badchiqarning bolasi, menga bayon birsi qilich urdi", deb dodlanib ketdi. Shuning bilan men uningga qattiq bir qilich urib, nimjon qilib etdim. Ammo u o'lmadi. Ondan qilichni kuchab, uning qo'rsig'iga tiqdim, qilich dumbisiga o'tdi. Shu chaqda uni o'ltirganligimga ishondimda, keynimga yong'icha eshiklarni bir-birlab echib, oxiri sho'ti tuviga yetib keldim. Men tushib o'tib, yerga tushib bo'ldim deb o'ylab, putimni yerga qo'yib edim, yiqilib ketib, putim sunib ketdi. Kecha intayin ochiq oydin edi. Putimni beshimni kasalli bilan tengib, ming taslikda darvoza oldiga chiqib o'ltirdim. Va bu yerdan Abu Rafi o'ldimi yo'q, uqibroq chiqib ketay dedim. Bir chaqda tun nisbidan eshib, andi-sandi xo'roz chillividi, qal'a qo'riqlaridan qiya-chiyalar ko'tarildi va Hijaz ahlining atoqliq sardori savdogar Abu Rafi qasdga uchrabdi deb e'lon berildi. Shuning bilan men bir amal qilib, hamrohlarimning yeniga berib, tez qochayli, Alloh Abu Rafi'ni o'ldirdi, dedim. Va ular bilan Rasulullohning oldiga kelib, voqeaning jarayonini so'zlab berdi. Rasululloh putimni sunug'izib siylab qo'ygan edi, putim sallamaza saqayib qoldi. Hech qanday og'riq sezmadim. Yuqorqi bayon Sahihul Buxoriyning rivoyati. Ammo Ibn Ishoqning rivoyatida Abi Rafi'ni o'ldirishga mazkur fidoilarning hammasi qatnashgan va uningga qilich urg'uni Abdullah ibn Anis edi deyilgan. U hadisda yana fidoilar Abu Rafi'ni tun nisbida o'ldirib bo'lganda Abdullah ibn Atikning puti sunib ketib, ular uni ko'tarib bir suv bo'yiga elib kelib, suvga mukinib yotgan.
Yahudiylar o't yondirib iz qo'g'lab kelib nishonni bayqay olmay noumid qaytgandan keyin ular suvdan chiqib Abdullah ibn Atikni ko'tarishib Rasulullohning huzuriga kelgan deb qayd qilingan. Bular Hijrining 5-yili Zulqa'da yoki Zulhajja oyida avatilgan. Xo'sh, Rasululloh Ahzab qo'shini urushi va Bani Qurayza Yahudiylarning ishlaridan farq bo'lib, shu jarayondagi urush jinoyatchilaridan bir qur intiqom elib bo'luvdi, yaxshilik yarashmaydigan, azar esa g'izo yegandek bo'ladigan ashus oz sondagi qabilalar va badaviy qaroqchilarga tetug'idek adab jazosi yurishi qo'zg'ashga boshladi. Muhammad ibn Maslama qo'shini Muhammad ibn Maslama qo'shini Ahzab va Bani Qurayza g'azotlari oyoqlashgandan keyin tunji tashkil qilingan qo'shin bo'lib, 30 otliq chavandozdan tarkib topgan. Qo'shin Najd zaminining kirish ig'iz bo'lgan Zariya tavalikidagi Qarto degan joyni nishonlab yo'lga chiqdi. Zariya bilan Madina orliqi 7 kunlik musofa bo'lib, ular Madinadan Hijrining 6-yili Muharramning 10-kuni qo'zg'alib, jiddiy yo'l yurib, Bani Kilab qabilasining bir oymiqi o'ltirishlik joyiga yetib berib, ularga ushtumtud hujum qo'zg'adi. Ular Badar tikivatdi. Shuning bilan musulmonlar ularning nurg'un tuga va qo'y charvalarini g'animat elib, Muharramning oxirgi kunlari Madinaga qaytib keldi. Ular yo'l ustida Bani Hanifa qabilasining boshlig'i Sumama ibn Ussalni qo'lga tushirib, birga haydab keldi. Sumama aslida Kazzob Musaylimaning buyrug'i bilan Rasulullohni qaslab o'ltirishni maqsad qilib, g'ayri kiyinib, qiyofatini o'zgartgan holatda Madinaga qarab kelayotganda musulmonlarning qo'lga tushib qoladi. Ular Sumamani akilibla masjidning bir to'rikiga bog'lab etdi. Rasululloh uning oldiga chiqib, "Senda nima bor, ey Sumama?" degan edi. Sumama, "Yaxshilik bor, ey Muhammad. O'ltirvassang bir jon egisini o'ltirasan. In'om qilsang tashakkur egisiga in'om qilsan. Mol dunyo desang deginingni beraman" deb javob berdi. Shuning bilan Rasululloh uni shu pet qo'yib namozga kirib ketdi. Namozdan keyin Rasululloh uning yenidan o'tib, yana oldingi qitimqidek savol so'ragan edi. Sumama yana o'xshash javob berdi. 3-qitimdimi shundoq bo'ldi. Shunga Rasululloh yuqorqi bir qator so'zlashlardan keyin Sumamani bo'shatib qo'yinglar dedi. Sahabeler uni yeshib qo'yuvdi. U masjidga yaqin joydagi bir xo'rmizorlikqa berib, g'usl tahorat oldi. Ondan qaytib kelib shahodat aytib musulmon bo'ldi. Va Alloh bilan qasamki, yer yuzida men eng o'ch ko'radigan odamim sen eding. Endi sen eng yaxshi ko'radigan odamim bo'lib qolding. Sen ilib kelgan din yer yuzida men eng yomon ko'radigan din edi. Endi u men eng yaxshi ko'radigan dinga aylandi. Sening qo'shinlaring meni tutib keldi. Men aslida umriga mang'an edim. Rasululloh uni tabrikladi va umr qilib kelishga buyurdi. Sumama Makkaga yetib keldi. Qurayshlar uningga "Murtad bo'psan, ey Sumama" deb eslab oldi. Bu chaqda u "Yo'q, murtad bo'lmadim. Balki men Muhammad alayhisalomga ergishib musulmon bo'ldim. Qasam qilamanki, u Rasululloh ruxsat qilmoqcha sizlarga Yamamadan bir tal bug'doyning dinini mang'uzmayman" deb jakarlayapti. Yamama qadimdan tortib Makkaning ochliq bazasi edi. Shunga u yurtga qaytib borgan hamon Yamamadan Makkaga boradigan yo'lni to'sib, Makkaga bir tugima ochliq o'tkazmadi. Natijada Quraysh xalqi ochliqdan eg'ir qisilib Rasulullohga xat yozdi. Ular xatida Rasululloh bilan bo'lgan urug' tuqqanchilikni deb bo'lsa-mu, Sumamaga xat yozib, Makkaga keladigan ochliqni qo'yib o'tishni o'tingan edi. Shunga Rasululloh Sumamaga xat yozib, Makkaga ochliq yetkazib berishga yo'l qo'yishni aytdi. Bani Lihyan g'azoti. Bani Lihyan Rasulullohning sahobalaridan 10 kishini aldab opirib, Raj'a degan joyda o'ltirib o'tishga sabab bo'lgan qabiladir. Lekin ularning jo'grafiyalik o'rni Hijaz tavalligining Makkaga yaqin chetiga joylashgan bo'lg'achqa, ham musulmonlar bilan Quraysh doiralari o'rtasida, ham qaroqchi badaviylar o'rtasida keskin tirikishlar bo'lib turg'achqa, shundaqla Rasululloh bu cho'ng dushmanga yaqin joylarga ichkirlab kirib, faoliyat elib berish harbiy strategiya jihatdan yaxshi emas deb qarag'achqa, ular ta hozirga qadar intiqom to'ridan tushib kelyotdi. Bu qitim Ahzab qo'shini tumshug'iga yab chekinib, ruhiy tushkunlashib, irodasi bo'shab, amaliyotga tan berib, jahonning raftoriga beqib ish tutgandek qildi. Rasululloh Bani Lihyan xalqidan Raji degan joyda begunoh o'ltirgan ashablarining qisosini oldigan fursat yetib keldi deb qaradi. Shunga u Hijrining 6-yili Rabiul Avval yoki Jumadul Avval oylarining birida musulmonlardan 200 kishi bilan jihodga otlandi. O'z o'rnida Madinada Abdullah ibn Maktumni qoldirdi. U Madinadan yo'lga chiqqanda Sham tarafga yurish qilgan bo'lib, shimol tarafga qarab yo'l elib, ma'lum musofani bosgandan keyin janubga burilib, sur'atni teziltib, jiddiy yo'l yurib,
Amaj bilan Osman orliqidagi mazkur sahobalar shahid qilingan joy Batni G'arronga yetib bordi. Rasululloh u yerda sahobalarga rahmat tiladi va duo qildi. Buningdan xabar topgan Bani Lihyan xalqi tog' qiyolarga va cho'l jirolarga qochib ketdi. Ulardan birmi odam qo'lga tushmadi. Bu chaqda Rasululloh ularning zaminida 2 kun turib, taraf-tarafga chorlug'ichi razvedkachilarni avatgan bo'lsa-mu, natijasi bo'lmadi. Shunga u Osman degan joyga yetib berib, u yerda Quraysh doiralariga o'zining sha'ni chavkiti va haybat jasoratini ko'rsatib qo'yish uchun 10 kuchlik otli qo'shinni Quraul G'amim degan joyga chorlashga avatdi. Ular vazifani o'rindab qaytib kelgandan keyin Madinaga qaytdi. Bu qitim Rasulullohning Madinadan ayrilgan vaqti 14 kun bo'ldi. Qo'shin avatish va harbiy yurishlarning tiziltilishi. Rasululloh Bani Lihyan g'azitidan qaytib kelgandan keyin qo'shin va fidoilarni avatish ishini tizlatdi. Tuvandagi qurlar shu harakatlarning kichiklatilgan tasvirlaridir. 1. Ukasha ibn Mihsan qo'shini. Hijrining 6-yili Rabiul Avval yoki Rabiul Sani oyida G'umri degan joyga avatilgan. Ukasha 40 odam bilan Bani Asadning suyi G'umri degan joyga yetib bordi. Bu chaqda dushman allburun qochib ketgan edi. Shuning bilan musulmonlar dushmanning 200 tugisini g'animat elib Madinaga qaytib keldi. 2. Muhammad ibn Maslama qo'shini. Mushu 2 oyning birida Zilqassa degan joyga avatildi. Muhammad ibn Maslama musulmonlardan 10 kishi bilan yo'lga chiqib, Bani Su'laba diyori Zilqassa degan joyga yetib bordi. Bu chaqda dushman taraf mekib olgan edi. Ular 100 kishi edi. Ibn Maslama qo'shini uxlab qolibdi, dushman bostirib kelib, Ibn Maslamadan boshqa hammani o'ldiribdi. Ibn Maslama og'ir yaralangan bo'lsa-mu, qochib qutuldi. 3. Abu Ubayda ibn Jarroh qo'shini. Mushu yili, ya'ni Rabiul Sanida Zilqassiga avatildi. Rasululloh uni Muhammad ibn Maslamaning odamlar o'ldirilganligi xabarini anglab yo'lga solgan edi. Abu Ubayda 40 kishi bilan yo'lga chiqib, Ibn Maslama qo'shini baxtsizlikka uchragan joyga qarab mo'ndi. Ular kechalab piyoda yurib, tong etish bilan tang Bani Su'laba diyoriga yetib bordi-da, shu amon hujumni boshlab etdi. Dushman tog' qirlarga qochib olib, qo'shinni o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'ydi. Shundaqdimi ular bir odamni asir olgan edi. U musulmon bo'ldi va nurg'un qo'y chorvalarni g'animat elib qaytib keldi. 4. Zayd ibn Harisa qo'shini. Hijrining 6-yili Rabiul Sanida Jamunga avatildi. Zayd Jamumga yetib berib, Muzayna qabilasidan Halima ismli bir ayolni tutib olgan edi. Bu ayol ularni Bani Sulaymining odamlari bor joyga boshlab bordi. U yerda musulmonlar nurg'un tuga qo'y chorvalarni va asir o'ljilarni qo'lga tushirdi. Zayd g'animat olgan mollarni haydab Madinaga qaytib kelibdi. Rasululloh ilqi Muzaynilik ayolga o'zining va erining o'rligini iltifot qildi. 5. Bani Zayd ibn Haris qo'shin. Yana Zayd ibn Haris qo'shini. Hijrining 6-yili Jumadiyal Ula oyida 170 kishi bilan Is degan joyga Qurayshlarning tijorat karvanini to'sishga avatildi. Bu qitimqi yurishda Quraysh tarafining karvondagi tijorat sarmoyasi butunlay o'lja elindi. Rasulullohning kuy o'g'li Abul As karvonning bosh mas'uli edi. U karvonning Madina tarafidan qo'lga tushib ketadiganligini pamlab, qochib ostog'ina Madinaga kirib Zaynabdan panohlik tilagan va uningdan karvon mollarini qaytarib berishni, Rasulullohdan iltimos qilib berishni o'tingan. Zaynab uning deganida qilgan edi. Rasululloh muhojirlarga karvon mollarini qaytarib berishni taklif berdi, ammo majburlamadi. Shuning bilan ular qo'llaridagi o'lishib berilgan oz-ko'p, cho'ng-kichik hammasini qaytarib berdi. Abul As bu mollar bilan Makkaga qaytib berib, omonatni o'z egillariga tekkizib bergandan keyin o'zining musulmon bo'lganligini jakarladi va shu amon Madinaga hijrat qilib keldi. Bu chaqda payg'ambar alayhisalom uningga qizi Zaynabni 3,5 yillik vaqtdan keyin burunqi nikohi bo'yicha qetib qo'ydi. Sahih hadisda Rasululloh uni Abul Asqa burunqi nikohi bilan qetib qo'ygan deyilgan. Chunki bu vaqtda musulmon ayollarning kafir erlarga harom qilinganligi, buning bilan o'ttirdagi nikoh ajrab ketadiganligi to'g'risidagi oyat texi nozil bo'lmagan edi. Ammo Rasululloh uni yangi nikoh bilan qetib qo'ygan yoki 3,5 yildan keyin emas, balki 6 yildan keyin burunqi nikoh bilan qetib qo'ygan degan hadislar sahih emas. Shundaqla sanad manba jihatdan ishonchlik emasdir. Bundaq zaif hadislarga yo'linib olganlarning ajablanarli yeri shuki, ular Abul Asni Hijriyaning 8-yili yil oxiridagi Makka ishg'oliyatidan sal ilgariroq musulmon bo'lgan deyishidi. Ondan bu gapini yana buzib,
Zeynep Hicri'nin 8. yılı yıl beşida olamdan o'tgan deyishidi. Biz bu vaqtda Bulug'ul Maram degan kitobga yozgan izohat va obzorlarimizda keng kushada to'xtalgan edik. Bu yerda takrorlab o'ltirmaymiz. Texi tarixchi Musa ibn Uqba bu vaqa Abu Basir va uning partizan amrohlar tarafidan elib berilgan deganlarmi bor. Lekin bu qarash mayli sahih, mayli zaif hadisga uyg'un kelmaydi. 6. Zayd ibn Haris qo'shuni. Hicrining 6 yili Jumadiyal oxir oyida taraf yoki taraq degan joyga avatildi. Zayd ibn Haris 15 odam bilan otlanib, Bani Su'laba diyoriga yetib borganda, bu yerdagi badaviylar Badar tikibdi. Ular Rasululloh o'zi qo'shin tartib kelgan bo'lishi mumkin deb qo'rqishib ketgan edi. Natijada Zayd ibn Haris ularning 20 to'gisini g'animat elib, 4 kundan keyin qaytib keldi. 7. Yanila Zayd ibn Haris qo'shuni. Hicrining 6-yili Rajab oyida Vodil Quraga avatilgan. Zayd 12 odam bilan Vodil Quraga dushmanning harakatini kuzatish uchun avatildi. Ular otlanib Vodil Quraga yetib borganda, Vodil Qura aholisi ularga hujum qilib 9 kishini o'ldirib etdi. 3 kishi qochib qutulib oldi. Ularning birisi Zayd ibn Haris edi. 8. Xabdi qo'shuni. Ba'zilar bu qo'shinni Hicrining 8-yili Rajab oyida avatilgan deyishadi. Lekin qo'shinning faoliyat ahvolidan qaraganda, bu qo'shinning Hudaybiya vaqasidan ilgari, ya'ni Hicrining 6-yilning oxiri elib berilganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bizni Rasululloh 300 odam bilan Qurayshlarning karvonini to'sishga avatdi va Abu Ubayda ibn Jarrohni amri lashkar qilib belgiladi. Yo'l ustida eg'ir ocharchilikqa yo'liqib, hatto Xabti darxining yaproqlarini yeyishga majbur bo'ldik. Shunga bu yurish Xabti yurishi deb ataldi. Bir kishi 3 tugi so'yib qo'shinni oziqlantirdi. Ondan yana 3 ni so'ydi. Orqadan yana 3 ni so'ydi. Ondan yana so'ymoqchi bo'ldi. Abu Ubayda uni qo'ymadi. Shu arada biz dengiz bo'yidan Anbar deb atiladigan bir suv hayvonini uchirtib, uningdan yarim oydak yedik va yog'landi. Hatto atlarimiz maylashib, samirib qoldi. Abu Ubayda u hayvonning agir qo'riqsidan birining 2 beshini ko'mib turg'izib, qo'shin ichida bo'yi egiz odamni tanlab, to'giga mindirib, elqi qo'rig'i ustidan o'tkazib ko'rdi. Qaytishda uning go'shtlaridan ozuqliq elib oldik. Madinaga qaytib kelib edik. Rasulullohga ahvolni so'zlab bersak, u Alloh sizlar uchun chiqarib bergan rizq ekan. Sizlarda uningdan biror narsa bormi, bizga beringlar, dedi. Shuning bilan biz Rasulullohga u go'shtni avatib berdik. Yuqoridagi voqeaning tafsilotini qaraganda, mazkur qo'shinning Hudaybiya voqeasidan burun avatilganligi ma'lum. Chunki musulmonlar Hudaybiya voqeasidan keyin, ya'ni Hudaybiya ahdnomasini imzolangandan keyin Quraysh tarafining har qanday karvoniga chaqilishga urinmagan. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini haqqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun